Yana bir savol meni juda ham qiziqtiradi. Mana biz qizlarga qaraymiz. Qizlarga qarab turib, biz 30 yoshga kirgan bo'lsa, mana shu yuqorida aytib o'tilgan nimaga shu vaqtgacha turmushga chiqmagan ekan, nima qilgan ekan, biror bir sababi bormi deb juda ko'p savol beramiz-da. Lekin 30 ga kirgan yigit kishidan sovchi kelsa, bu yigit nimaga shu vaqtgacha uylanmabdi, uni sababi nima ekan deb surishtirish jarayonimiz juda kam bo'ladi. Siz bunga qanday qaraysiz? 30 yoshga kirib, hali hamon uylanmagan yigit, u oppoqqina bir momiqqina yigit, u 30 yoshga kirib hali turmushga chiqmagan qiz, u aybi bor qiz bo'lishi mumkinmi? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu nazarga men boshqacha ta'rif bergan bo'lardim. Hozir masalan aytganingizdek 30 yoshgacha, 32 yoshdagilar ham, 35 yoshdagilar ham uylanmay, turmush qurmay yurganlari bor. Men o'ylayman, ular hayotda o'z yo'lini topa olmagan. Mana shu narsa ham juda ham muhim. Hayotda o'z yo'lini topish, keyin o'zi nima xohlayotganini bilish. Bu degani to'g'ri, bizada shunaqa fikrlar borki, agar yoshi o'tgan bo'lsa, nimadir qilgan, nimadir xato qilib qo'ygan yoki qanaqandir gunohi bordir degan narsalar bor. Yo'q, u nazardan уже chiqib ketish kerak deb o'ylayman. Chunki har kimning o'z hayot yo'li bor. Har kimda har xil. Bu umuman olganda hozir yana Sitora nimaga borib taqalyapti? Bu fikrga, fikrlash dunyosini kengaytirishga borib taqalyapti. U hammada bir kishida bo'ldi degani hammada bo'ldi degan narsa emas-da. Shuning uchun men o'ylayman, bu nazardan chiqib ketish kerak. Yana bir tangani ikkinchi tomoni ham bor. 30 yoshda karyerasi bor, puli o'ziga yetadi ham, ortadi ham, u o'ziga nima kerak ekanligini juda ham yaxshi biladi, uni maqsadlari aniq qilingan, maqsadlari tomon juda ham yaxshi ildam qadamlar bilan boryapti, lekin uning jufti yo'q. Balkim turmushga siz haqingizda ham-da shu jarayonda. Balki turmushga tayyor emasdir. Turmush ham bir mas'uliyat-da. U tasavvur qiling, agar u ikkinchi juftizni ham xarakter nimasiga qarashingizga to'g'ri keladi. Keyin farzand degan bir ne'mat bor. Unga ham alohida e'tibor kerak, unga ham alohida qarash, parvarish kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani o'z vaqti soati bor albatta. Inson faqat fiziologik emas, balki psixologik darajada ham bu narsaga bu juda muhim deb o'ylayman. tayyor bo'lish kerak.